Ah, ah, Qani tashqariga chiqaylikchi. Voh, kech bo'lib qopti-ku. Mayli, bo'lmasam uxlab olamiz. Qani bir maza qilib uxlab olaylik. Va nihoyatda turdik. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men yana Fenzo. Bugungi videoda do'stlar nima qilib bo'lishida video davomida bilasizlar. Eshikdan ham sig'ib bo'lmayapti. Sandiqda mana shuncha narsalar bor. Mana izmurod bor, temir, fekel, mana 10 ta izmurod. Olmos kirka, qilich bor, suv bor. Xullas shunaqangi narsalar bor. Fakel ham bor. Qani endi men o'tin chopgani kecham. O'tinim yo'q ekan. O'tin chopib kelaman yaxshisi. Qani ketdik o'tin chopgani. Qayerdan ishlasak? Yo'qqa tushgucham. Qani o'tinda mana. Nima nima? Yo'q. Qishloq? Yo'q, serozli qishloq. Nima deb bo'ldi ekan? Qishloqqa kirma, qala. Qishloqqa kirma deysani. O'zi yomonmi? Kim yozgan bo'lsa ham otni qaranglar bagini. Betdi. Voy, nima edi? Bu qonmi? Astag'firulloh. Og'ay shoningdan kraska bo'lishga kimdir tutsa ketgan. Voy, saschini qonga o'xshayapti-yu. Qon bu menimcha. Yo, o'zingni ovoz bu kraska. Zombi kallasi. Yo'q, endi ham bu qonlikka ishonaman. Va endi Stevening ham kallasi o'sha yerda. Yo'q. Qanaqasiga axir Steve? Alex qani? Alex ham o'ldimi deyman. Bunday bo'lganiga ishongim ham kelmayapti. Nimaga bunaqa bo'ldi ekan? Yetadi qaranglar. Voy-di. Yerdan ham suv o'tib o'rgan bekka ham. Nima bo'ldi ekan? Ey savdogar. Ey jitel. Sen nima bo'lganini bilasanmi, Fenzo? Yo'qda sendan so'ragan kelib turdim. Yaxshi, men ham bilmayman. Yaxshi endi. Xo'sh. Bu yerda qishloqlar yo'q demak. Voy, tushib ketdim. Shota bu tarixga o'xshab ketyapti. Tarixda do'stlar, tarix kitobida Minecraft tarixida Entity 303 degan bir maxluq bo'lardi. Lekin Minecraftdan remove qilingan. Bunga ishonmayman. Nimaga hozir bu Entity 303 deb gapirdim desanglar, do'stlar, bu Entity 303 shunday nima qilib ketardi. Kallalar qoldiradi va hamma joyda qon qilib ketadi. Hech kim qolmaydi do'stlar. Chichadam bo'ldi mana. Qani ketdik. Voy, kechasi bo'pti-yu. O'tin chopmaganimiz yo'q. Sekin chopib olamiz. Qishloqqa kirib ko'raymikin. Rosa qiziqyapti, ammo kechasida mayli, nima bo'lsa bo'ldi. Zombilar ham o'zini nima qilib ketdik bo'ldi. Boshqa ilojim qolmayapti. Qiziqishlar qo'ymayapti. Ketdik. Ammo Stevening kallasi. Mayli. Creeper ana u yerda qishloqlar. Balkim biror qishloq bordir. Yo'q. Yana zombining kallasi va qon. Aytyapman-ku, Entity 303 ham maxluq, o'zini maxluqlarga tegmaydi. Faqat Entity 303 bo'lgani uchun ham u shunday teggan. Boshqa mob bo'lganda o'zini maxluqlarga tegmasdi. Zombilar unga tegishli-ku. Boshqa maxluq bo'lganda faqat jitellarni o'zini o'ldirgan bo'lardi. Ana, skeletlarning kallasi ham bor. Steve'larniki bor. Ko'p o'yinchilar bu yerda halok bo'lgan deyman. Qochib menga zombi quvlayapti. Zombi kema. Qanday o'tdi buni nimasi eshikdan? Voy, arralab yuboradi endi odamni. Zombi ketib o'tdi. Eshik yo'q. Voy, qanday uryapti bu eshik orqasidan? Hayronman. Voy, qonlar sasishini. Do'stlar, videoga like bosib qo'yinglar. Sizlar bilmaysizlarmi mabodo? Bilsalaring nimaga bunaqa bo'lib turgan kommentariyaga yozib qo'yinglar. Voy do'stlar,
Nimalar bo'lyapti bu yerda? Voy, qonlarni. Entity 3 yana tarixda bir chuqurchaga tushib boradi o'yinchini va u yerda o'yinchiga o'sha yerda uni o'ldiradi. Mana shunday deb nima qilingan Minecraft tarixida. Skelet kelmoqda. Suramiz. O'sha qani qaraylikchi. Qani. Xo'sh, yaxshi. O'tib oldik bu yerdan. Hop. Endi sekin nima qilamiz? Qochaveramizmikin? To'g'ri, kelgan joyim qayerda edi? Mana, ketdik, tezda qochaylik. Entity 3 meni o'zim chuqurga olib ketdim ekan deb. Tezda ketish kerak, tezda. Tezda ketaman. Yo'q, ketdim. Yo'q, nimalar bo'lyapti? Yo'q, nimalar bo'lyapti?